Assalomu alaykum qadrdon kuzatuvchilar. Ko'pchilikdan so'ragan 15 oz kuchli motobloglarimiz endi aka yangi partiyasi kirib keldi. U holda bu motobloglarimiz tanishtirishni boshlaymiz. Birinchi motoblogimiz 15 oz kuchli bu ham. Lekin balonlarda pachinli bemalol 90 gradusga burilib beradi. Mana shunday. Mana shunday qilib bitta qo'lda o'zi biroq olasiz 90 gradusda o'ziga. Yoqilg'i turi benzin makra 5 litrlik. Juda ixcham qilib ishlangan. Moydachilar bilan jihozlangan. Undan tashqari kapot xohlaysiz bu tarafdan ochishni xohlaysiz bu yoqdan ochishingiz ham mumkin bo'ladi. Yurishlari xohlaganlar uchun zavodning orqali xohlaganlarga statorda ham o't olib beradi. Frezerlar 4 qatordan 8 qator bo'ladi. Bunda rullar avtomatik korobka bo'ladi. Skorga buni urib qo'ysangiz ham mana shu qizil nuqta qachon kesishdan qat'iy nazar o'shani sizga oldiga yurib beradi. Oldiga ikkita skor, orqaga bitta skor bilan jihozlangan. Hop, bunisi ham 15 oz kuchli motoblogimiz bo'ladi. Bunda ham xuddi shunda akkumulyatorlar ham bor. Akkumulyator ma'lum bir miqdorda o'zini zaryad qilib beradi. Sizlar uchun orqasida qishloq xo'jaligi bemalol rotini kasilkalar, spejatkalar ularsiz bo'ladi. Kimga shu turdagi motobloglar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekranda nomerlarni qoldirib bemalol chiqishingiz mumkin. Hop, undan tashqari bizda bitta 15 oz kuchli motobloglar bilan jihozlanib qolmaganmiz. Buning sababida o'tiradiganlar uchun nasadkamizdan ham bor va 17 oz kuchli satellitli benzin varianti ham bor ekan. Kelasiz 17 mi 15 mi Gusinitsani mana shu 7 oshli motoblogni xarid qilib olasiz va mana shu barabanda aylanasiz. Barabanda nima desa sizga mutlaq otaginga berib yuboradi. Barabandni o'ngami chapga aylantirishdan farqi yo'q. Mana shunda barabandni bir marta aylantirasiz va nima desa sizga mutlaq otaginga berib yuboradi. Shurbovoy, drep, bolgarki Kulish nabor, dorsichini apparat tushib qolsa, joyida olamiz, sizlar uchun berib yuboramiz. Kimga shu turdagi motobloglar qiziq bo'lsa, aytib o'tganday ekranda nomerni qoldiryapman. Bemalol chiqishlari mumkin. Bundan keyin qiziqroq videolar o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Manzilda so'ragan ekanmiz shu Mazza Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'kon. Optiskaning birinchi qo'l ba'zi agroservis do'kon bo'ladi. Qishloq xo'jaligining birinchi qo'li agroservis bo'ladi. Bundan keyin qiziq videolar o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ying ham bir marta. Xayr, joylarni sog' bo'lsin, keyingi video ko'rishguncha.